Buyuk hisob-kitob oldida hamma saflanib turadi. So'ngra chap tomondan dahshatli hayqiriq eshitiladi. Bu ovozdan hamma dahshatga tushadi. U jahannam edi. Do'zax bor g'azabi bilan paydo bo'lib, hamma yoqni kuydiradi. Chunki uning oldida son-sanoqsiz zulm va dahshatli gunohlar qilgan odamlar turibdi. Ular Allohni va payg'ambarlarni rad etib, mu'minlarga zulm qilgan, minglab begunohlarni o'ldirgan. Ularning yuzlari dahshatdan qotib qoladi. O'ng tomonda esa jannat o'zining barcha go'zalliklari bilan paydo bo'ladi. Allohga iymon keltirib, payg'ambarlarga quloq solganlar uni kutib turishibdi. O'z hisob-kitobingiz yo'lida dahshatli bir manzarani ko'rasiz. Dunyoda bir qo'y boshqa homilador qo'yni shoxi bilan suzib, homilasi yo'qolishiga sabab bo'lgan edi. Qiyomat kunida qasos olinishi uchun bu ikki qo'y yuzma-yuz keltirilib, mazlum qo'yga zolim qo'yning shoxi olib beriladi. Ana shu vaqtda ahamiyatsiz deb o'ylagan kichik gunohlaringiz ham keltirilishini tushunib olasiz. Zarracha yaxshilik qilgan ham uni ko'radi, zarracha yomonlik qilgan ham uni ko'radi. Hammaga amal kitobi beriladi. Jannat kishilariga uni o'ng tomonidan, jahannam kishilariga esa chap tomonidan yoki orqasidan beriladi. Kitobi o'ng tomondan berilganlar ashabul yamin, ya'ni o'ng tomon kishilari deyiladi. Kitobi chap tomondan berilganlar esa ashabul shimal, ya'ni chap tomon kishilari deyiladi. Va kitob qo'yiladi, bas jinoyatchilarni undagi narsadan qo'rqqan hollarida ko'rasan. Ular bizlarga voy bo'lsin. Bu qanday kitob? Kichikni ham kattani ham hech qo'ymay hisob qiladi-ya, deydilar. Va qilgan amallarini hozir holda topdilar. Robbingiz hech kimga zulm qilmas. Qaniydi o'sha shaytonning gapiga kirmaganimda. Iltimos, meni kechiringlar. Yana bir imkon bering. Qaniydi o'z nafsimga ergashmaganimda. Qaniydi tuproqqa aylanib ketsa. Jannat ahliga kelsak, ular amallar kitobini olganlarida Qur'on ularni shunday ta'riflaydi. Bas kimning kitobi o'ng tarafdan berilsa, u mana mening kitobimni o'qib ko'ringlar. Albatta men hisob kitobimga yo'l qishimga ishonardim, deydi. Shunday qilib u rohatda bo'ladi. Mana shunday dahshatli kunda taskin va quvonch topish haromdan tiyilishga arzimaydimi? Shuncha dahshatga qaramay, o'sha kuni odamdan so'raladigan narsa aslida juda oddiy. Abadiy oxirat hayoti bilan solishtirganda deyarli hech narsa bo'lmagan bu qisqa hayotni haromlardan uzoqda yashab o'tish. Axir kim umrini haromda o'tkazsa, chinakam quvonchni tatib ko'ra olmaydi.